Vaqt mashinasi 7-qism. Tamara xonim. Irina bilan Keldiyor paxtakor metrosiga kirishdi. Irina sumkasidan 2 sariq 5 tiyinlik chiqarib, bittasini Keldiyorga berdi. Hamidolimjon bekatida tushib tepaga chiqishdi. Keldiyor hayron bo'ldi. Bu urus Irina o'zbek san'atkori uyini qayerdan bilarkan deb. Aslida Irina Tamara xonim haqida umuman hech narsa bilmasdi. Ammo kelajak fiziklari perfokarta orqali xat yozib, Tamara xonimning uyi qayerdaligi haqida aniq bilgi berishuvdi. Metrodan chiqib, Tang bilim yurtini aylanib o'tib, sal naridagi o'rta maktab oldidan chiqishdi. Maktabning ortida 9 qavatli beton uylar qator qurilgandi. Shunday beton uylardan biriga deyarli qadalib turgan marg'iloncha o'yma eshik o'rnatilgan bir qavatli hovli Tamara xonimning uyi edi. Irina borib eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Hech kim javob bermadi. Keldiyor o'zini noqulay sezardi. Irina esa yana qo'ng'iroqni bosdi. Ichkaridan o'rta yashar tatar xotin chiqib, rus tilida sizlarga qanday yordam bersam bo'ladi deb so'radi. Irina bo'lsa o'zining aspirant ekanini, Odessadagi onasi Tamara xonimning tanishi ekanini aytib, audiensiya so'radi. Afsus, Tamara Artyomovna hozir Toshkentda emas. U kishi Moskvaga qizini ko'rishga ketuvdi, dedi uy xodimasi. Xodima shu gapni aytishi bilan uy peshtoqidagi osma lampochka borib kela boshladi. Shovqin ko'tarildi. Yer qimirlagandi. Nazarbekdan qatnab ishlaydigan xodima qo'rqqanidan Irinani quchoqlab oldi. Tamara xonimning uyida xizmatchilik qiladigan tatar xotin 1980-yil Nazarbek zilzilasida tom ostida qolgan va yer qimirlashdan fobiya orttirgan edi. Fizik tadqiqotlar olib borish asnosida tektonik silsilalarni ham o'rgangan Irina bu oddiy 3 ballik qimirlash ekani va xavotirga o'rin yo'qligini tushuntirishga urindi. Uy xizmatchisi bo'lsa, ketmanglar, men bilan biroz qolinglar, men uyga kira olmayman dedi. Irina uy xodimasini tinchlantirib, zilzila yana 10 minutdan keyin qaytalanishi ham mumkin. Istasangiz, sal naridagi kafeda o'tirib turamiz. Meni seysmologiya institutida tanishim bor. So'rab berishim mumkin derkan, sumkasidan 2 tiyinlik olib, sal naridagi telefon kulbasiga ketdi. Irina bir qo'li bilan yon daftarchasiga qarab, bir qo'li bilan telefonning temir chambarini aylantirdi. Aspirant Vohidjon Ismoilov Irina telefon qilgan paytda seysmologiya instituti binosi ichida edi. Ismoilov xavotirga o'rin yo'qligi, oddiy 3,5 ballik silkinish bo'lganligini tushuntirdi. Uy xodimasining ismi Ilgizor opa edi. Bu nom o'zbekchada elkizar, ya'ni turist degan ma'noni berardi. Tamara xonim uydan sal narida sut va qatiq mahsulotlariga ixtisoslashgan dietik kafe bor edi. Kirib o'tirishdi. Keldiyor 8 qirrali stakanda kakao olib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari 1933-yil dekabr. Princeton shahridagi kelajak tadqiqotlari instituti. Institut direktorining sekretari atay birinchi qavatga tushib, institutda tadqiq olib borayotgan Einstein oldiga keldi. Siz uchun 2 yangiligim bor. Biri yoqimli, ikkinchisi undan ham yoqimli, dedi kotiba. Einstein jingalak sochlarini qo'li bilan qashlab, kotibaga qarab tilini chiqardi. Nemis aksentli inglizchasini qo'llab, ag'dar aravangni dedi. Birinchi yangilik, Princeton instituti sizning haykalingizni bronzadan yasab kiraverishga o'rnatadigan bo'ldi. Ikkinchi yangilik, haykaltarosh Sergey Konenkov va uning xotini Margarita sizni direktor xonasida kutib o'tirishibdi. Qorovuldiq va Stalin vodkasini atay Moskvadan olib kelishgan. Bayram qilamiz, derkan, kotiba 2 qo'lini birlashtirib quyon kabi sakrardi. Margo. Direktor xonasida Einsteinni taniqli sovet haykaltaroshi Konenkov va xotini tik oyoqda qarshilashdi.
Margarita deya o'zini tanishtirdi Kaninkovning xotini. Bo'ychan, kaptar ko'krak, yashil ko'z Margaritaning qo'lini ushlaganida Eynshteynning etlari jimirlab ketdi. Mana u, rus sohibjamoli deb o'yladi Eynshteyn. Oradan 1 soatcha vaqt o'tdi. Moskvadan keltirilgan aroq tugab, jamoa Shotland viskisini simira boshlagan edi. Atigi 5 kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida aroq ichish taqiqi bekor qilingan. 13 yillik alkogol ro'zasidan chiqqan millat astoydil ishtiyoq bilan aroq ichishga kirishgandi. Nega yalang oyoqqa tufli kiyib olgansiz? Sovqotmaysizmi? Men sizga yung jo'rob, paypoq sovg'a qilaman. O'zim o'rganman. Kelasi uchrashuvimda albatta olib kelaman, dedi Margarita onalarcha mehr bilan. Eynshteyn kiygan jo'rob, paypoqlar tez yirtilib, oyog'ining bosh barmog'i chiqib qolaverar edi. Shundan uyalgan Albert umuman paypoq kiymay yurishni odat qilgandi. Oddiy hayotda uchiga chiqqan tambal bo'lgan Eynshteyn birato'la enkayib jo'rob kiyish mashaqqatdan ham qutulgan edi. Ammo u Margaritaning taklifini mamnuniyat bilan qabul qildi. Siz to'qigan jo'rob nafaqat oyog'imni, balki yuragimni isitishiga ishonaman der ekan, Margaritaning qo'lini ushladi. Margarita qo'lini tortmay, yam-yashil ko'zlari bilan Eynshteynga mamnun boqdi. Men koinot chegarasini topib o'lchadim, ammo sening go'zalliging chegara bilmaydi, dedi nemis tilida Eynshteyn. Sal narida yaxshigina mast bo'lgan Kaninkov institut direktoriga qo'lini paxsa qilib, Giacometti axlat, u yasagan ajinalarga sig'ingan g'arb jamiyati ham axlat deya, o'sha payt tanilib oti chiqqan italyan haykaltaroshi Giacometti go'riga g'isht qilardi. Moskva, Kreml, 1933-yil OGPU, Birlashgan bosh siyosiy boshqarma, 21 dekabr. Kremldagi yashil baxmal to'shalgan dub stolga 2 tirsagini tirab o'tirgan Vyacheslav Minjinskiyning oldiga kirgan odam polyak tilida shivirladi-da, konvertni stolga qo'ydi. Minjinskiy dumaloq gardishli ko'zoynagini ro'molcha bilan artib, bo'shsiz deya ishora qildi. Ketishga ruxsat eting, Vyacheslav Rudolfovich deya kirgan kishi harbiycha etigini taqillatib, shart burilib chiqib ketdi. Minjinskiy choqqi, buklanadigan pichoqni olib, konvert ustidagi surg'ichni kesib olib tashladi. Xat Amerikadagi rezidentdan kelgandi. Margo va Albert uchrashdi. Margo Albertni o'z o'ynashiga aylantirdi. Albert qo'limizda. Hozircha barcha ish rejadagiday ketmoqda. Margoning erini Moskvaga qaytarish kerak. Xatga ilova qilingan ma'lumotnoma Albert Eynshteynning vaqt tuynuklari haqidagi ilmiy gipotezasi va nisbiylik nazariyasi haqida ham qisqa bilgi berardi. Aziz o'quvchim tushunib yetganiday, Princeton universiteti buyurtmasiga ko'ra Eynshteyn haykalini yasash uchun AQShga kelgan Kaninkovning xotini Margarita Kaninkova sovet josusi edi. Uning oldiga qo'yilgan vazifa Eynshteynni o'ziga oshiq qilib, o'sha sirli formula haqida bilib olish edi. Margarita vazifaning bir qismini uddalagan edi. Eynshteyn Margaritani sevib qolgandi. Minjinskiy adyutantini chaqirib qo'liga kichik qog'ozni berdi. Qog'ozchada xonimni qamoqqa oling degan 3 so'z bor edi. Toshkent Milliy drama teatri, 1933-yil 22 dekabr. Teatr oldida o'sha davr uchun noyob va qo'rqinchli bo'lgan qora avtomobil kelib to'xtadi. Avtomobildan tushgan 2 soldat teatr binosiga kirib ketdi. Birozdan keyin harbiylar boshiga qop kiydirilgan xotin kishini bo'ynidan bukib olib chiqib mashinaga tiqishdi. Qor bosgan Toshkent ko'chasida to'nga o'ralib kalish sudragan 1-2 odam mashina tarafga qarashga ham qo'rqib pisib uylariga kirib ketishdi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 audio kitobi 7-qismini tingladingiz.
davomi bor.